Assalomu alaykum qadrli Cherish ishqibozlari. Bugungi obzorimizda Tigo 8 Pro avtomobili. Mashinamizga keladigan bo'lsak, 3 xil pozitsiyada bor. Aynan bunisi 1.6 turbina motor bilan jihozlangan. Bularni motor korobkasiga 5 yildan 7 yilgacha garantiya beriladi. Nemetskiy производство bo'ladi. Kuzovimiz antikorrozivniy, o'sha chirimaydi, zanglamaydi. Kuzoviga ham 5 yil garantiyasi bor. Oblitsovkasiga keladigan bo'lsak, old oblitsovkasi juda ham derskiy. Oldi emblemasi kechqurun yonadi. Juda ham bir необычный dizaynda ishlangan. Bu yoqda o'sha optik lupa linzalar bo'ladi. Old orqa super tormoz, независимый подвеска, SPI tormoznoy sistemasi bo'ladi, McPherson 4 ta yumshoq sezonli ballonda chiqadi. Qishga borib turib ballon xarid qilib o'tirmaysiz, o'sha ballonning o'zida 2 yil bemalol yurib bera oladi. Ballonlar yumshoq sezonli bo'ladi. Plus besключевой dostupimiz bor mashinada. Mashinaga yaqinlashganingizda avtomatik o'zi ochiladi, uzoqlashsangiz o'zini o'zi qulflab oladi. Magicar ortiqcha pultlarga xarajat qilib o'tirish shart emas, o'zini pultidan zavod bo'ladi. Slipoy zonalari ham bor, bokovoylarda ham обогреvi bor. Qish kunida oynalari ham qiziydi. Saloniga keladigan bo'lsa, endi buni saloni alohida tema. Qisman GLS eslatib yuboradi. Bismillah. Mashinamizning saloni полностью jigarin ekokojadan qilingan. Juda ham sifatli ekokoja ishlatilgan. Salon dizayni juda ham chiroyli, o'zingizni Mercedesda ketayotgandek his qilasiz. Juda ham atmosferasi juda ham chiroyli. Полностью o'sha rullarida обогревlari bor. Rul elektronniy mana bismillah. Rul elektronniy bitta barmoqda bemalol boshqarasiz. Katta tezlikka chiqqaningizda rul og'irlashadi, o'sha sportivniy mashinalarga o'xshab. Rulimiz mnogofunksionalniy bo'ladi. O'zida adaptivniy kruiz kontrollari bor, avtotormojение, ekstrенный торможение, kruiz kontrol, полоса удержания hamma funksiyalari bor. Bu yoqda o'ng taraf funksiyalarimiz o'sha monitorni boshqarishdagi kerak bo'ladigan funksiyalari. Bu yoqda barining ichida холодильнigi bor. Yoz kunida muzdek salqin ichimliklardan bahramand bo'lib ketsangiz bo'ladi. 6 xil rejimi bo'ladi. Fullida, bulida ikkinchi pozitsiyasida, birinchi, ikkinchi pozitsiyasida 3 ta rejim bo'ladi. Fullida 6 ta rejim bo'ladi. Tor, karator, o'sha gruntoviy, o'sha ishda yuradigan rejimlari bor. Bu yoqda 360 kamerasi, mashinani 360 kamerasi bor. O'sha mashinani полностью obzorini ko'rasiz bo'ladi. Parkovkalar, ya'ni umuman qiynalmaysiz. Har bitta eshik ochiq yopiqligini ko'rsatadi. Полностью sizga o'sha gabariti katta, buni boshqarishga qiynalmaysiz. Parkovkalarda полностью sizga mana shu 360 kamerasi yordam beradi. Korobkasi bo'ladi, 9 ta stupenchitli bo'ladi. Korobkasiga ham 5 yildan 7 yilgacha garantiya beramiz. Bu yoqda беспроводной zaryadkasi bor, Type-C USB portlari bor. Air clean sistemasi bor mashinamizda. Tashqaridagi havoni filtrlab, toza filtrlangan havo hada beradi salon ichiga. Plus mashinani konditsionerda umuman bo'g'ilmaydi akalarim. Umuman bo'g'ilmaydi. Plus 90 klimat kontrol bo'ladi. Xohlasangiz bu tarafga pechka, bu tarafga konditsioner yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Eng zo'ri mashinada HDAP displey bor. Katta tezlikda ketayotganingizda, shunday yo'lingizdan radar chiqqanda, shunday radarga qaradingiz, bu yoqqa qaradingiz, radarga tushdingizmi, tushmadingizmi, xullas aniq prognozini qilib olsangiz bo'ladi. Plus bu juda ham qulay narsa, o'sha HDAP displey bo'lsa, o'sha necha tezlikda ketayotganingizni ko'rinadi. Misol uchun boshqa joyga chalg'ib o'tirmaysiz, yo'l qarayotganingizda o'sha necha tezlikda ketayotganingiz o'sha old oynada o'zi aks etib turadi. Plus bularda полностью akustika sistemasi Sonydan ishlangan. O'sha oldi pishalkalari Harman Kardonga o'xshatilgan. Полностью o'sha podsvetkalari, mana bu yoqda ham pishalkalari bor. Полностью o'sha качественный chiqarib beradi, har bitta chistotalarni cho'tga olib beradi. O'sha detallari xromirованный, o'sha maksimalniy dizayn o'sha Harman Kardonga o'xshatib, xromirованный detallar bilan juda ham chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. Mashinamizda qanaqadir ashibga chiqadigan bo'lsa, hammasini monitorda ogohlantiradi. Deylik 3-4 soat haydaganingizdan keyin kofengizni cho'ga chiqib turadi. Misol uchun rulda uzoq vaqtdan beri yuribsiz,
kofemi nimadir ichib yoki uxlab o'ziga olib dam olib va boshqatdan o'sha harakatni davom ettiring degan maqsadda. Plus bu yoqda ограничение qo'yib olsangiz bo'ladi. Deylik 60 ga, 70, 80, 100 xohlagan skorosigizga ограничение qo'yib olsangiz bo'ladi. Deylik misol uchun shahar ichida 60 dan oshirib bo'lmaydi. 60 ga ограничение qo'yib olsangiz, 60 dan oshirganingizda har doim sizga o'sha ограничение monitorda ham 60 znak bilan ogohlantirib, ham sizga signal berib ogohlantiradi. Belgilangan, o'zingiz belgilab qo'ygan tezlikdan oshib ketayotganligingiz haqida. Mashinamizda полностью o'sha 4 ta ballon davleniyasi, ham o'sha kerakli funksiyalarni hammasini o'sha ko'rsatib turadi. Konkretno qaysi eshik ochiq yopiqligi, plus 4 ta ballonni davleniyasi, moy kamaysa, antifrizi kamaysa, anaqani bachogidagi suv kamaysa, hammasini ko'rsatib beradi monitorda avtomatik. Plus undan tashqari navigatsiyani bu yoqqa ulab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqdan misol uchun o'sha YouTubedan kinomi, qo'shiqmi nimadir qo'yib qo'yib, bu yoqdan navigator ulab qo'ysangiz bo'ladi. Mashinamiz голосовой управленияsi bor. Misol uchun mana hozir nima qiladigan bo'lsak. Слушаю вас. Закрой люк. Хорошо. Mashinamizda голосовой управление bor. Ko'plab funksiyalarni ovozli boshqarish orqali boshqarsangiz bo'ladi. Hech qatga o'sha tegmasdan, aniq qilmasdan o'sha oddiy ovozli boshqarish orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bu juda ham qulay funksiya. Plus mashinamiz juda ham yumshoq. Yo'lda harakatlanayotganda bu mashinada ketayotganingizda endi hech kim signal chalib tashamaydi. Hech kim orqasiga kelib harakat qilib tashamaydi. Sekin yo'l berib yorishadi. Поворотник yoqsangiz, srazu yo'l berib o'tkazib yorishadi. Bu mashinada yurganingizdan keyin bizani yo'llarda baribir sal hurmatingiz bo'ladi, akam. Xudo xolasa kelsangiz, shu test drive qilib beramiz, haydab ko'rasizlar. O'zingizlarga yoqqan rangini, yoqqan pozitsiyasini haydab ketsanglar bo'ladi. Hammasi nalichida bor. Plus bularda sideniyasi elektronniy bo'ladi. Pamyat sideniyasi bo'ladi. Bu yoqda 3 kishiga misol uchun bu yerda pamyat sideniyasini saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi. Men misol uchun birga saqlanib qilib qo'yaman. Shunday kelaman, o'tiraman, avtomatik mashinani o'zini sideniyasi menga moslashib oladi. Ukamga yoki oila a'zolarini o'sha kimlargadir yana saqlanib qilib qo'ysangiz, avtomatik kelib turib shunday hamma o'zini knopkasini bosib, o'ziga moslashtirib avtomatik har doim to'g'rilab o'tiraverishmaydi. Misol 2 ga kelib turib, ukam 2 ni bosib turib, shunday haydab ketaveradi. Plus bularda faralari o'sha dachik svetasi bor. Farasini mana avtoga qo'yib qo'ysak, kechqurun faralari o'zi yonadi, kunduzi o'zi o'chadi. Faqat harakat qilayotganda ishlatishimiz ham mumkin, boshqa paytda umuman kerak bo'lmaydi. Yana dachik dajdasi ham bor. Mana misol uchun buni yoqib qo'ysak, o'sha yomg'ir yog'ayotganda dvorniklari o'zi ishlaydi. Plus bu yerda rulida abagrev bor, 15 sekundda qiziydi. Ikkita oldi sideniyasida abagrev bor, orqa sideniyasida abagrev bor, ikkita oldi sideniyasida abdufan bor. Hattoki lobovoy oynasida ham abagrev sistemasi bor. Qish kunida deylik qor yog'adigan bo'lsa, chiqib qor tozalab o'tirmaysizda, chiqib turib bitta abagrev yoqib qo'yasiz, bo'ldi. 5 minut kutib tursangiz, labovoydagi bir qarich qorlar ham erib tushadi. Akam, keling, men sizga mazza qiladigan joyini bir ko'rsatib o'tay. Xudo xolasa bu mashinani olgandan keyin hoji otalarni duolarini olib yurish nasib qilsin hammamizga. Deylik, hoji otani, hoji onani olib uzoq safarga chiqib ketyapsiz. Bu yoqqa o'tirg'izib qo'ydingiz, mana bu yoqda atamankalarni chiqarib berasiz. Sekin uzoq yo'l ketayotganda mazza qilib ketishadi. Plus mana bu yoqda knopkasi bor. O'sha bu knopkasini bossangiz massaj sideniyasi ishlaydi. Jonni rohati-yu. Akam. Shunda uzoq yo'l ketayotganingizda massaj sideniyani yoqib qo'yasiz va mazza qilib rohatlanib ketishadi. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. 6 xil rejimda ishlaydi. Valna, relax, undan tashqari har xil smart, komfort, общий rejimlari bor. Средняя, высокая, низкая, o'sha anaqalari. Xullas, o'sha hoji ota, hoji onani duosini olaman deganlar uchun ayni muddao bu mashinamiz. Va ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, ikkinchi qatorimizda mashinamizda полностью o'sha abagrev sistemasi bor. Ikkita orqa sideniyalari qiziydi. Orqada ham o'sha konditsioner deflektorlari bor. USB va Type-C portlari ham bor. Va
Bu mashinamizni orqa dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Bentley dizaynda xrustal faralar juda ham chiroyli dizayn beradi mashinaga. Va mashinamizda besklyuchovoy dostуп bu yerda ham, misol uchun agar pult yoningizda bo'lsa, deylik, siz bozorlik qilib keldingiz, pult yoningizda, so'mchagingizda yoki misol uchun sumkadan yoki pultni olishga ermos. Kelasiz, pult yoningizda bo'lsa bo'ldi, bagajni oldiga kelib turib 3 sekund tursangiz, avarikasi 2 marta yonadi va avtomatik bagaj o'zi ochilib beradi. Elektroprivodda ochiladi, elektroprivodda yopiladi. Bu yerda mana 3-qator o'sha sidenalari, o'sha sizga kerakli bo'lgan paytda o'sha 3-qatorni shundoq ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Boshqa payti shundoq kattagina bagajnikdan foydalansangiz bo'ladi. 3-qatorda ham mana o'zi ko'p 7 kishilik mashinalarda konditsioner deflektori bo'lmaydi. Bu yerda konditsioner deflektori ham bor va kolonkasi ham bor. Akustika sistema, pastakanliklari ham bor. Mana misol uchun 3-qatorni turg'izib qo'ysa, misol uchun jetski deyiladi aslida. No, mani bo'yim 1.75, men ham bemalol sig'aman bu yerda. И plus bunda o'sha orqada встроенный subwoofergacha ham bor. Qo'shiq eshitish yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun ayni muddao o'sha akustikasini juda ham zo'r chiqarib beradi. И bularda jetski rejimi bor. Bagajni bosganingizda o'sha qisib qolmaydi, orqaga qaytadi. Oynalari, bagajniklari, lyuklari полностью o'sha jetski rejimi bor. Mashinamizning clearance'i 20 sm bo'ladi. 1 tonna yuk ortganingizda ham 19 sm dan u yog'iga cho'kmaydi. Независимый подвеска, McPherson qilingan. Juda ham yumshoq, g'adir-budir ko'chalardan bemalol va tiniq va silliq o'tib ketadi. Xullas, juda ham zo'r mashina. Ranglaridan bunda qora, oq, zелёный жемчуг, narda grey ranglari bor. Kelsanglar, xudo xolasa, siz xohlagan pozitsiyasini, siz xohlagan rangini o'sha o'zini pulini foizsiz bo'lib to'lashga ham olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozirda aynan bu mashinamizga 25 million so'm foyda bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Boshlang'ich eng kami 15% bilan ham o'zingiz nomingizga bitta pasport o'ziga rasmiylashtirib beramiz. Xudo xolasa kelsanglar, test drive qilib beramiz, birinchi haydab ko'rasizlar. Agar ma'qul kelsa, keyin полностью sizlarga hisob kitobini 2 xil, 3 xil variantlarini qilib beramiz. Undan tashqari ishingizni xudo xolasa bir kunda hal qilib beramiz. Hammanglarni Cherry Olmazor Adamaster filialida kutib qolamiz. Kelinglar va ajoyib toychoqlarning egasi bo'lib ketinglar.